Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana bu mashinamiz mana yangi mashina. Buni ham taglarni artib, mana tunikasini yopishtiramiz, listini, arrasini. Bu hozir aylanasi shu izolyatsiya bo'ldi. Pastga bardakka qaramaysizlar. Hozir shu izolyatsiyalar yopishtirilib bekitilyapti. Orqalari ham bo'ldi. Bagaj ham bo'ldi. Yurgan yo'li 9000 ekan, 9300. Mana bir silo shu izolyatsiya bo'ldi. Mana bu simlariga karpet o'rab qo'yiladi. Mana bunisi ham. Bu ichkarida ham bitta mashinamiz bor, u ham shu izolyatsiya. Eshik regulirovka. Bu ham mana shumkalari bo'ldi. Oldi eshikni petlalari ham almashdi. Futilka qoqildi bunga ham. Mana qo'yildi bunga ham. O'sha aytgan bir barmoq usuli. Mana. Oynalar ochiq, eshiklar ochiq. Kelib bemalol ko'ringlar. Yo bo'lmasam shu mashinani qayta ko'rib qolsalaring, borib bemalol eshikni ochib olib qo'yishlaring mumkin. Nomerni ko'rsatamiz. Mana. Mana eshikni tashlab bo'ldi. Mana birinchisi. Yengilida. Tashqarida bitta ko'rsatamiz, yangi mashina. Mana bu mashinamiz yurgan yo'li mana 187 km yo'l yurgan. 187 km yurgan mashina. Mana yopilishlari har doimgidek, lekin qattiq yopsa yopiladi. Chiroyli qilib keltiramiz. Buni o'zini yana endi video qilamiz. Mana xudo xolasa akaning mashinasi tayyor bo'lib tashqariga chiqdi. Mana o'zlari aka qayerdansiz siz? Sarqo'rg'on. Mana mashina xudo xolasa bo'ldi. Ma'qul bu mashina? Bitta ko'ringchi. Shumkalari bo'ldi, eshiklari, mana regulirovkalari. Bo'ldi aka. Muammo bo'lsa chetdamiz. Iloyim muammo bo'lmasin, sog' bo'linglar. Bak akalar ham mana kutib turibdi. Mana mashina ham mana hozir keldi, buni ham ko'ramiz.